Bu chaqmoq Makvin shahrining original nusxasi. 1 yil oldin ham bizda bunaqa joy borligini umuman bilmagan edim. Bu joyda karting, o'yinchoqlar do'koni va Radiator Springs shahrining original nusxasini ko'rishingiz mumkin. Loyihaga kreativ tarzda yondashilgan va Design Art Ground jamoasi tomonidan tayyorlangan va qurib bitkazilgan. Videoga like bosib, kommentariy yozing. Shu orqali qilayotgan mehnatimizni qo'llab-quvvatlagan bo'lasiz. Ushbu joy farzandingiz bilan tashrif buyurish uchun ideal manzilda joylashgan, ya'ni Toshkent shahridagi Anhol lokomotiv bog'ida. Xo'p, metr rekordi, lekin Makvin qani deb so'raydigan bo'lsangiz, buni men ham bilmayman. Lekin bino ichida kartin ham joylashgan. Miriqib kartin yutsangiz bo'ladi. Keyingi videoni o'tkazolmaslik uchun sahifamga obuna bo'ling. Ko'rishguncha. Bu chaqmoq Makvin shahrining original nusxasi. 1 yil oldin ham bizda bunaqa joy borligini umuman bilmagan edim. Bu joyda karting, o'yinchoqlar do'koni va Radiator Springs shahrining original nusxasini ko'rishingiz mumkin. Loyihaga kreativ tarzda yondashilgan va Design Art Ground jamoasi tomonidan tayyorlangan va qurib bitkazilgan. Videoga like bosib, kommentariy yozing. Shu orqali qilayotgan mehnatimizni qo'llab-quvvatlagan bo'lasiz. Ushbu joy farzandingiz bilan tashrif buyurish uchun ideal manzilda joylashgan, ya'ni Toshkent shahridagi Anhol lokomotiv bog'ida. Xo'p, metr rekordi, lekin Makvin qani deb so'raydigan bo'lsangiz, buni men ham bilmayman. Lekin bino ichida kartin ham joylashgan. Miriqib kartin yutsangiz bo'ladi. Keyingi videoni o'tkazolmaslik uchun sahifamga obuna bo'ling. Ko'rishguncha. Bu chaqmoq Makvin shahrining original nusxasi. 1 yil oldin ham bizda bunaqa joy borligini umuman bilmagan edim. Bu joyda karting, o'yinchoqlar do'koni va Radiator Springs shahrining original nusxasini ko'rishingiz mumkin. Loyihaga kreativ tarzda yondashilgan va Design Art Ground jamoasi tomonidan tayyorlangan va qurib bitkazilgan. Videoga like bosib, kommentariy yozing. Shu orqali qilayotgan mehnatimizni qo'llab-quvvatlagan bo'lasiz. Ushbu joy farzandingiz bilan tashrif buyurish uchun ideal manzilda joylashgan, ya'ni Toshkent shahridagi Anhol lokomotiv bog'ida. Xo'p, metr rekordi, lekin Makvin qani deb so'raydigan bo'lsangiz, buni men ham bilmayman. Lekin bino ichida kartin ham joylashgan. Miriqib kartin yutsangiz bo'ladi. Keyingi videoni o'tkazolmaslik uchun sahifamga obuna bo'ling. Ko'rishguncha. Bu chaqmoq Makvin shahrining original nusxasi. 1 yil oldin ham bizda bunaqa joy borligini umuman bilmagan edim. Bu joyda karting, o'yinchoqlar do'koni va Radiator Springs shahrining original nusxasini ko'rishingiz mumkin. Loyihaga kreativ tarzda yondashilgan va Design Art Ground jamoasi tomonidan tayyorlangan va qurib bitkazilgan. Videoga like bosib, kommentariy yozing. Shu orqali qilayotgan mehnatimizni qo'llab-quvvatlagan bo'lasiz. Ushbu joy farzandingiz bilan tashrif buyurish uchun ideal manzilda joylashgan, ya'ni Toshkent shahridagi Anhol lokomotiv bog'ida. Xo'p, metr rekordi, lekin Makvin qani deb so'raydigan bo'lsangiz, buni men ham bilmayman. Lekin bino ichida kartin ham joylashgan. Miriqib kartin yutsangiz bo'ladi. Keyingi videoni o'tkazolmaslik uchun sahifamga obuna bo'ling. Ko'rishguncha. Bu chaqmoq Makvin shahrining original nusxasi. 1 yil oldin ham bizda bunaqa joy borligini umuman bilmagan edim. Bu joyda karting, o'yinchoqlar do'koni va Radiator Springs shahrining original nusxasini ko'rishingiz mumkin. Loyihaga kreativ tarzda yondashilgan va Design Art Ground jamoasi tomonidan tayyorlangan va qurib bitkazilgan. Videoga like bosib, kommentariy yozing. Shu orqali qilayotgan mehnatimizni qo'llab-quvvatlagan bo'lasiz. Ushbu joy farzandingiz bilan tashrif buyurish uchun ideal manzilda joylashgan, ya'ni Toshkent shahridagi Anhol lokomotiv bog'ida. Xo'p, metr rekordi, lekin Makvin qani deb so'raydigan bo'lsangiz, buni men ham bilmayman. Lekin bino ichida kartin ham joylashgan. Miriqib kartin yutsangiz bo'ladi. Keyingi videoni o'tkazolmaslik uchun sahifamga obuna bo'ling. Ko'rishguncha.